Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugun sizlar bilan logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fani doirasida video darslarimizni boshlaymiz va bugungi birinchi darsimizning mavzusi logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fanining nazariy mashg'ulotlar mazmuni deb nomlanadi va darsni men Chirchiq davlat pedagogika universiteti maxsus pedagogika kafedrasi o'qituvchisi Egamberdiyeva Nigora Azizovna olib boraman. Demak, bugungi mavzuni yoritish uchun oldimizga reja qo'yib olamiz. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi reja: logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fanining maqsad va vazifalari. Ikkinchi reja: ushbu fanning tamoyil va metodlari va shu bilan birgalikda boshqa fanlar bilan aloqasini ko'rib chiqamiz. Darsimiz avvalida biz logopsixologiya o'zi nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Logopsixologiya bu bir fanning sohasi, ya'ni logopediya va psixologiya fanlari tutashgan soha bo'lib, nutqida nuqsoni bor bolalar va kattalarning psixik rivojlanishini, ularning individual xususiyatlarini hamda nutq buzilishlarini tuzatishning psixologik asoslarini o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi. Nima uchun ushbu fan dolzarb? Sababi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'p qismida ruhiy rivojlanishi sustlashganlik yoki bo'lmasam ruhiy rivojlanish sustlashganlik sababli nutqidagi og'ish yoki nutq rivojlanishining orqada qolishi kabi yoki birlamchi yoki ikkilamchi nuqsonlar yuzaga keladi. Shuning uchun ham biz aynan nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiyatini o'rganib, bilish jarayonlaridagi kamchiliklarni erta aniqlab va o'zimizning korreksion, kompensatsion, reabilitatsion ishlarimizni barvaqt boshlasak, ushbu bolalarning nutqidagi shu bilan birgalikda ruhiyatidagi kamchiliklarni erta aniqlaymiz, erta bartaraf etamiz va ularni jamiyatning to'laqonli va barkamol a'zosi sifatida tarbiyalashimiz mumkin. Demak, fan o'zini oldiga bir maqsad qo'yadi. Ushbu maqsadni quyidagicha izohlashimiz mumkin. Ya'ni, nutq buzilishlariga ega bo'lgan shaxslarning psixik rivojlanish qonuniyatlari, ularning individual psixologik xususiyatlarini, shuningdek, psixologik korreksiya jarayonining nazariy asoslarini chuqur ilmiy tahlil qilish hamda talabalarda ushbu yo'nalishdagi ilmiy nazariy bilim va amaliy kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat. Va fan o'zini oldiga qo'ygan maqsadni amalga oshirish uchun bir qator vazifalarni qo'yadi. Jumladan, birinchidan, logopsixologiyaning fanlar aro mohiyatini, predmeti va tadqiqot metodlarini o'rganish. Ikkinchidan, nutq buzilishlariga ega shaxslarning emotsional, irodaviy va kognitiv sohalardagi o'ziga xosliklarni tahlil qilish. Uchinchi vazifasi psixologik korreksiya jarayonining ilmiy asoslarini, tamoyillari va metodlarini nazariy jihatdan yoritish. To'rtinchi vazifasi logopedik va psixologik diagnostika, reabilitatsiya hamda korreksion rivojlantiruvchi ishlarning psixologik mexanizmlarini tushuntirish. Va beshinchi vazifasi nutq rivojlanishidagi og'ishlarni bartaraf etishda zamonaviy psixologik yondashuvlar va metodikalarni tahlil qilishdan iborat. Fan o'zini oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni amalga oshirish uchun bir qator fanlar bilan o'zaro aloqada faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni logopsixologiya bu nutq buzilishlariga ega shaxslarning psixik rivojlanish qonuniyatlarini o'rganadigan fan bo'lib, u kompleks yondashuvni talab etadi. Shuning uchun logopsixologiya boshqa ko'plab ilmiy fanlar bilan uzviy aloqada rivojlanadi. Va ushbu aloqadorlikni biz ikkita katta guruhga ajratishimiz mumkin: tizim ichida va tizimlar aro. Quyida uning asosiy fanlar aro bog'liqlik yo'nalishlari ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni logopsixologiya, maxsus pedagogika, logopediya, lingvistika, tibbiyot va nevrologiya, umumiy psixologiya, neyropsixologiya, rivojlanish psixologiyasi va psixolingvistika kabi fanlar bilan o'zaro aloqada, ya'ni hamkorlikda faoliyat olib boradi. Va fanimizni tamoyillari bor. Tamoyil so'zini o'zi ta'riflar ekanmiz.
Tamoyil so'zi lotincha principium so'zidan olingan bo'lib, biror bir narsaning asosi, boshlanishi degan ma'nolarni anglatadi. Va logopsixologiya fani tamoyillarida ham umumiy va xususiylik xarakteriga ega. Ya'ni nutq buzilishlariga ega shaxslarning psixik rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish, ularni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlash va korreksion ta'sir ko'rsatishning ilmiy asoslarini belgilovchi sohadir. Ushbu fan o'z faoliyatini umumiy, ya'ni psixologik, pedagogik va xususiy logopsixologik korreksion tamoyillarga tayangan holda amalga oshiradi. Va logopsixologiyaning va psixologik korreksiya fanining umumiy tamoyillar qatoriga quyidagilar kiradi. Birinchidan, insonparvarlik va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyili. Ikkinchidan, rivojlanish va faoliyat tamoyili. Uchinchi, tizimlilik va kompleks yondashuv tamoyili. To'rtinchi, individuallashtirish va differensial yondashuv tamoyili. Beshinchi, ilmiylik va nazariy asoslanganlik tamoyili. Oltinchi, faol ishtirok va hamkorlik tamoyili. Umumiy tamoyillar bilan bir qatorda fanning o'ziga xos, ya'ni xususiy tamoyillari ham mavjud. Bular nutq va psixik jarayonlarning o'zaro birligi tamoyili. Nutq faoliyatining bosqichma-bosqich rivojlanish tamoyili. Keyingisi kompensatsiya va qayta shakllantirish tamoyili. Motivatsion faollikni qo'llab-quvvatlash tamoyili. Emotsional irodaviy muhitni hisobga olish tamoyili. Va oltinchisi, tashxis va korreksiyaning uzviyligi tamoyili. Keyingisi, albatta, fanning bir qator metodlari bor. Ushbu metodlarni o'rganib chiqar ekanmiz, ularni maqsadi, mexanizmlariga ko'ra, qo'llanilishiga ko'ra 5 ta asosiy katta guruhga ajratishimiz mumkin. Bular: birinchisi, ilmiy tadqiqot yoki nazariy metodlar. Ikkinchisi, empirik yoki tajribaviy metodlar. Uchinchisi, psixokorreksion metodlar. To'rtinchisi, neyropsixologik va fiziologik metodlar. Beshinchisi, pedagogik va ijtimoiy metodlar. Birinchi guruh, ya'ni ilmiy tadqiqot metodlariga biz nazariy tahlil, tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil kabi ish usullaridan foydalanamiz. Ikkinchi guruh empirik metodlar qatorida bo'lsa, kuzatish, suhbat, intervyu, psixologik testlar, eksperimental psixologik metod yoki diagnostik metodlardan foydalanishimiz mumkin. Uchinchi guruh, ya'ni psixokorreksion metodlar qatorida korreksion o'yin metodi, psixogimnastika va art terapiya, relaksatsion metodlar, kognitiv huquqiy korreksiya metodlari va logopsixologik treninglarni keltirishimiz mumkin. Mana masalan, duduqlanuvchi bolalar omma oldida o'z fikrini bayon etish yoki bo'lmasam gapirishdan qo'rqish kabi fobiyalarga, ya'ni muloqotdagi to'siqlarga uchraydi. Mana shunday to'siqlarni olib tashlash uchun biz keng ravishda samarali logopsixologik treninglardan foydalanamiz. Va davom etamiz. To'rtinchi guruh, ya'ni neyropsixologik va fiziologik metodlar qatorida biz Luriyaning neyropsixologik diagnostika metodikasidan keng foydalanamiz va shu bilan birgalikda psixofiziologik o'lchashlardan foydalanamiz. Beshinchi guruh, ya'ni pedagogik va ijtimoiy metodlarda biz pedagogik tajriba va amaliy kuzatish, ota-onalar bilan psixologik maslahat, ya'ni konsultatsiyalar berish va multidistsiplinar yondashuv ish usullaridan foydalanamiz. Va davom etamiz. Biz albatta nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning ruhiyatidagi o'ziga xosliklar, ruhiyatidagi kamchiliklar, mexanizmlarini va shu bilan birgalikda bolani ham nutqidagi, ham ruhiy holatidagi, bilish jarayonlaridagi, hissiy emotsional holatidagi, affektiv holatidagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun biz avvalambor mana shu sohaning, mana shu ya'ni logopsixologiyaning konseptual asoslarini bilib olishimiz kerak bo'ladi. Va albatta logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fanining konseptual asoslarini biz albatta Luriya, Vygotsky, Anokhin, Galperin, Adler kabi bir qator olimlarning ta'limotlarini, tadqiqotlarini
ko'rib o'rganishimiz mumkin. Va keyingi mavzularimizda aynan biz logopsixologiya fanining konseptual asoslari va jumladan ekraningizda ko'rib turgan olimlarning ta'limotlarini chuqur o'rganish bilan davom ettiramiz.